Bugün Bulung'ur turizmining ochilish marosimi. Sizlar bugün Bulung'urda turizmning birinchi ochilish kunida qatnashyapsizlar. Hammalaringizni bugungi bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. والضحى والليل إذا سجى Sayohatchilar, mana biz birinchi sayohatimizni Xo'ja Hofiz bobo ziyoratidan boshladik. Fozil Yo'ldosh o'g'lini ziyorat qilishga keldilaringiz. Revzen gül, öpeklerin 40 tane gül, Dombaranın köyü gül, öpekler. Yanınızda uzak yıllar yana yürüyüşünü Allah'ımdan sorup qolaman. Bugungi shu turizm bo'yicha ilk bor amalga oshirilyapti. Sizlarni ham shu Bulung'urdan ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men o'ylaymanki, sizlarning kelganlaringiz bundan keyingi tumanimizda turizmni rivojlanishiga juda katta turtki bo'ladi. Turizm joylarimizdan, ko'rsatgan joylarimizdan xursandmisizlar? Demak, turizmni tashkil qilsak bo'ladi. Men juda xursandman. Rahmat. Mana shu sayohatlarimiz davom etsin.